Assalomu alaykum. Hurmatli shu yerda turgan jarandlar, ana ikkalarimiz soldat bolalar. Biz O'zbek Respublika Milliy Markazidan Hajashev Abdurashidning komandasi bilan biz Botken viloyatiga keldik. Hozir eng горячий точка Galovna degan suv omborini yanida Vaskoy chas bor ekan, shu yerda soldat ukalar bilan gaplashib, ularga qo'limizdan kelgan yordamimizni olib keldik. Ana hozir Rautlar tushiryapmiz. Mashlarga Alloh rozi bo'lsin. Xudoning ulg'aygan kunlari chiroyli qilib vatanimizni qo'g'lab turibdi bular. Rahmat ukalar sizlarga. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli jamoat. Ana bugun Botken shahriga eng горячий точка degan Aqsa degan ayliga kelib qilgan gul qo'mishlarni olib kelib, mashlarda bir turg'un bor ekan, shuni yerga tushiryapmiz. Hozir o'sha ayolning turg'unlari hammasi keladi. Shularga xudo xolasa. Mashlarda ayolning boshchisi hamma narsalarni paspiska qilib beradi. Rahmat. Assalomu alaykum jamoat. Mana omonat keldi. Omonat aznojerga tushirib, shu yerdan priyomkan Varovga chektashgan yerda. Shu yerdan ellar olib ketadi. Ertaga barda video foto отчет qilishadi. O'sha rahmat sizlarga. O'sha eldan elga bergan ihson qilganlarga ming marta shukr. Alloh taolam rozi bo'lsin sizlarga. Anam O'zbek diasporasina rahmat. Assalomu alaykum jamoat. Mana baldar, bu jag'i Varov ekan. Varov chir shu yerdan bo'lgan. Urulib taqtayqanda. Shu yerdan hozir shu Fransiyada to'polon bo'lgan yerga hozir shu yerda жаңа jabr qilgan uy-bularga qo'm pomishlar beriladi. Biz hozir bunday aytganda eng горячий точка bo'lgan yerga. O'tkazib boshdan. Mana olamga kuyib ketganlar uyda. Mana shu yurtdan Shu buton qo'lni sochiga ketadi. Oqsoqollar kelib bit bor tarqatamiz inshaalloh. Ana tortib oldim nima bundan.